Xo'sh, mana shu yerdagi fakelni olib tashlayman va ajoyib bo'ldi deb o'ylayman. Mana bu yerga mana bu yangi svechani qo'yamiz-a. Barcha salom bo'ladi. Mana ismim Kompot va mana video roligimga xush kelibsizlar obunachilar. Yaxshimisizlar obunachilar? Bugun ajoyib va g'aroyib kun bo'lmoqda. Sababi buni qaranglar, o'zimga yangi lampochka olganman, ya'ni lampa olganman. Yoki nima deyilardi bu obunachilar bilmadim. Menimcha o'sha lampa deyilsa kerak obunachilar, yana ham bilmadim. Xo'sh, o'zimni rangimdek qip-qizil qilib olganman va qani o'taman o'ylamabman-ku bu narsani. Xo'sh, bu yerdan sig'mayapti-ku Minecraft personajim. Xo'sh, qanday qilib o'taman ana endi? Voy, qilib qoldim-ku. Menimcha buni buzib tashlash kerak edi. Menimcha buni mana bunday qilib qo'yib qo'yganim yaxshi. Xo'p, tashqarida assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Sizga bitta savollarim bor. Nimadir bo'ldimi yo nimadir qilib qo'ydimmi? Yo, sizni qishloqlar haqida va birorta mana bu merda uyida bo'lgan o'g'irlik haqida xabaringiz bormi? Yo'q, xabarim yo'q. Nima bo'libdi ekan? Endi bilasizku, mana bu yerda 3 ta gumonlanuvchilar bor. 3 ta gumonlanuvchilar. Oh my god. Bu yerda nima bo'ldi hozir qishloqlar? Kapot buni biz qilmaganmiz. Ha, buni qilmaganmiz. Albatta qilmaganmiz. Bular aldayotgan bo'lishi mumkin. Bulardan hech bo'lmaganda bittasi bo'lsa ham o'g'irlik qilgan bo'lishi kerak. Bilasizku, qishloqda mana shular bor faqat. Ha, to'g'ri aytyapsiz. Bilmadim. Hozir bir o'ylab ko'rish kerak-da. Xo'sh. Nima deb o'ylamoqchisiz hozir? Siz menga yordam bermoqchimisiz? Lekin men hozir bilaman, bularning hammasi o'g'irlik qilgan. Chunki bularda hamma dalillar bulardan chiqmoqda. Dalillar tushunmadim. Qanday qilib bo'lishi mumkin? Aldamayapsizmi? Albatta. Har bittadan dalillar bor. Rostdanmi? Albatta. Misol uchun mana bu qo'shnizda nima bo'ladi? Siz oldin merda uyini oldiga boring, keyin bilib olasiz. Kirish qo'shniz ham mana unda nima bo'ladi? Gumonlanuvchi. Rostdanmi qishloqda? Endi men gumonlanuvchiman, lekin men o'g'irlik qilmaganman, ishonaver Kompot. Bo'lmasa mayli. Nima, merda hamma pulini o'g'irladimi? Ha, shu noma'lum o'g'ri merda hamma pulini o'g'irlab ketgan. Hattoki sizlarni ham pullaringizda. Juda ham yomon bo'libdi-da. Bo'lmasa bularni hammasi 3 ta o'g'ri bo'lishi kerak, bo'lmasa 3 ta rejalashtirilgan o'g'ri deb o'ylayman. Hammasini olib ketamiz. Nima? Qanday qilib tushunmadim qishloqi? Bo'lishi mumkin emas. Kompot o'zida ko'ra bak, isbot top. Bilmadim qishloqlar hozir juda ham ikkilanyapman-da. Qanday qilib ikkilanasan? Biz qilganimiz yo'q. To'g'ri tushunmizani, ishonaver bizga, Kompot. Bilmadim qishloqlar. Juda ham g'alati-da. Xo'p, mayli, bo'lmasa qayerda ekan o'sha jinoyat ishi bo'lgan joy? O'sha yerda borishingiz mumkin, merda uyiga. Xo'sh, yaxshi, bo'lmasa boraylik-chi va oh my god. Xo'sh, mana bu yerda isbot dalillar bor ekan. Yaxshi, bo'lmasa qaranglar obunachilar, mana bu yerda kitob javoni bilan mana bu yerga qo'yilganda, mana bu yerga chiqilgan, to'g'rimi? Ha, albatta mana shunday bo'lgan. Ichkariga kirsam bo'ladimi, janob? Albatta, eshik buzilmagan, qarang. Ha, eshik buzilmagan, eshik yopiq, to'g'rimi? Ha. Qarang, mana bu derazadan sindirilib kirilgan. Ha, to'g'ri aytyapsiz. Qanday qilib hech kim yo'q payt qilingan-da bu narsa? Ha, hech qanaqa isbot guvoh yo'q ekanda, shu sababdan hozir 3 ta gumonlanuvchini oldik, 3 ta o'g'ri deb qaror qilmoqda biz. O'shalasi ham rejalashtirib shunaqa ish qilgan deb o'ylayapmiz. Ha, janob politsiyachi, bilmadim. Hozir bo'lmasa yanada ko'proq isbotlar, dalillar topsak, menimcha yaxshi bo'lardi. Bo'lmasa men hozir mana qo'y, qo'shni, men seni uyingga kirsam bo'ladimi? Albatta, bemalol kirishing mumkin. Lekin qarada, sen kitob javoningni misol uchun yo'q deyilyapti, to'g'rimi? Xo'sh, bo'lmasa kitob javoni obunachilar, mana bu yerda bitta kitob javoni yo'q. Obunachilar, ha, ko'rdingizmi? Mana shu isbot bo'lishi mumkin. Ha, to'g'ri, bo'lmasa hozir qishloqdan so'raydim. Qishloqi ko'ryapsan, mana bu yerda bitta kitob javoni yo'q va o'sha mana bu yerda jinoyat ishi bo'lgan joyda ham o'sha bitta kitob javoni bor. Qanday qilib tushunsam bo'ladi? Kompot meniki emas, men uni borki, o'zimning kitob javonimni buzib sandiqqa qo'yib qo'yganman, tushunyapsanmi? Xavotir olma, u meniki emas. Bu yerda uyida yonidagi kitob javon menga umuman tegishli emas. Sen ishonmasang ko'r meni sandig'imni. Xo'p, mayli, bo'lmasa hozir ko'rib ko'ramiz. Janob bitta ko'raydi. Ha, obunachilar. To'g'ri aytyapti u. Nimani to'g'ri aytyapti? Bu mani qo'shnim umuman jinoyatchi emas, sababi bu yerdagi isbot ham emas, chunki bu yerdagi kitob javonni esa mana bu yerga buzganda o'zini sandig'iga tiqib qo'ygan, boshqa narsa quraman deb. Ha, rostdanmi? Albatta, rostdan, bo'lmasa o'zidan so'rashingiz mumkin. To'g'ri kelmoqda uni gaplari. Ha, bo'lmasa yaxshi. Bo'lmasa, xo'p, qayerda yana birorta isbotlar bor ekan? Hozir bir tekshirib ko'raydi. Xo'sh, ehtiyot bo'lib o'tish kerak. Mana bu kitob javoni. Xo'p, kitob javoni yo'q ekanda, uniki yo'q, lekin sandig'ida turgan ekan. Xo'sh, mana bu yerda singan bo'lachalar bor. Demak, birorta joy qirilgan bo'lishi kerak, birorta joyi shilingan, qishloqni ko'rgan bo'lishingiz kerak, ham janob politsiyachi. Yo'q, hech qaysi joyi shilinmagan.
shilinmagan. Hech qaysi qishloqda hech qaysi joyi shilinmagan bo'lsa, ehtiyot bo'lib o'tishimiz kerak. Xo'sh, yaxshi. Bo'lmasa, hop bu 3-isbot, a? Bu yerda shu o'g'irlangan hech nima qolmagan. Ha, obunachilar juda ham g'alati. Juda shubhali obunachilar. Qanday qilib bunday bo'lishi mumkin? Bo'lmasa yaxshi. Xo'p, bu obunachilar, bu 4-isbot. Bu obunachilar, mana bu notebook qayerdan kelgan? Mana shu yerda turgan ekan notebook. Notebook mana shu yerda turgan, to'g'rimi? Albatta. Xo'sh, juda ham g'alati. Sababi notebook faqat nima edi? Oq qishloqida bor. Oq qishloqi notebook ishlatadi. Ha, rostdanmi? Albatta. Xo'sh, demak siz oq qishloqini shu sababdan olgansiz, to'g'rimi? Ha, ko'pchilik aytdi, shu oq qishloqqa notebookda ishlatishni biladi va notebook ishlatadi uni o'zi deganlari uchun mana shuni olganmiz. Ha, mana bu yerda plan deb yozilgan ekan. Bu kodli ekan, kirib bo'lmayapti mana bu yerga. Ha, biz ham kira olmadik. Bilasizki, bu kompyuterning shunaqa funksiyasi kirib bo'lmaydi. Ha, bilaman. Bo'lmasa hozir qanday qilib yechamiz mana bu jumboqlarni? Endi bilmadim, oq qishloqidan so'rab ko'rish kerak. Oq qishloqning o'zini uyida nima desam bo'ladi? Notebooki bormi ekan? Biz tekshirib ko'rdik. Bor ekan lekin. Rostdanmi? Bormi ekan? Ha, ishonmasangiz o'zingiz tekshirib ko'rishingiz mumkin. Albatta, bo'lmasa hozir oq qishloqidan so'rab ko'ramiz. Xo'sh, oq qishloq, sani uyingga borsam bo'ladimi? Sen notebook ishlatasan, to'g'rimi? Ha, man dabdabalarim uchun ishlataman, lekin borki, u yerdagi notebook menga tegishli emas. Menga ko'rsatishdi, mana shu notebook senga tegishli deb meni qo'rqitishyapti. Rostdanmi? Ha, ishonmasang sen borib ko'rgin. Xo'p, mayli, bo'lmasa hozir janob politsiyachiga ham ko'rsatamiz. Obunachilar juda ham g'alati bo'lmoqda. Sababi men qaranglar, menga oq qishloqiga juda ham ishonishmayapti, lekin men oq qishloqiga ishonaman va sababi obunachilar mana qaranglar. Mana bu yerda notebook turibdi. Ha, ko'rdingizmi? Mana bu yerda notebook turgan. Ha, ko'rdim. Demak, u nima desam bo'ladi? Jinoyatchi emas, to'g'rimi? Ichini ochib ko'raylikchi. Ha, ichini ochib ko'rish kerak. Men oq qishloqni kompyuterim parolini bilaman, mayli, bo'ldi. Mana endi papkalarga kiramiz. Xo'sh, papkalarga Magic Potions Recipes deb yozilgan ekan. Bular mana bu nima desam bo'ladi? Sehr va damlamalar va nima edi? Mana bu ingredientlar deb yozilgan ekan. Ya'ni nima desam bo'ladi? Короче, retseptlarda. Ha, demak bu o'g'ri emas, to'g'rimi? Albatta, o'g'ri emas. Bilasizmi nima? Yana birorta isbot yo'qmi ekan, a? Ha, tekshirib ko'rish kerak. Menimcha yo'q, qolmadi. Qolmadimi? Lekin yaxshilab tekshirib ko'rishimiz kerak. Biz yaxshilab tekshirdik. Janob, to'xtang, chiqani bir borib ko'raychi. Xo'p, mana qo'shnim bo'lmasa, oq qishloq bo'lmasa, yana kim bo'lishi mumkin? Buni qarang, mana bu yerda kitob javoni turibdi. Ha, bu kitob javoni qo'ygan. Mana bu yerdan asta o'tgan. Mana bu derazani sindirgan, derazani shisha bo'laklari mana bu yerga tushgan. Xo'sh, keyinchi keyin mana shu tushgandan keyin bu asta sekinlik bilan mana bu yuqoriga chiqqan. Chunki mana bu shisha bo'lakchalarni bunday chetlab o'tish kerak, to'g'rimi janob politsiyachi? Ha, mana bu yerdan o'tgan, to'g'rimi? Ha, mana bu yerdan o'tgan. Keyin qayerda nima bo'lishi mumkin? Mana bu yerda nimadir tushib qolgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Xo'p, mana bu yerdachi va tushunmadim, men nimadir ko'ryapman. Janob politsiyachi, men nimadir ko'ryapman. Mana bu sandiqda silishishga yordam bering-da. Bo'ldi hozir. Yaxshi, ajoyib va men hozir isbot ko'rib turibman. Mana bu siyohrang qishloqning kiyimi menimcha. Rostdanmi? Ha, chunki siz aytgandingiz hech qaysi joyi shilinmagan. Demak, uni kiyimi yirtilgan. Shu derazani sindirib o'tgan payti. Rostdanmi? Aldamayapsizmi? Aldaganim yo'q, ishonishingiz mumkin. Hozir bitta bor edi. Xo'sh, qishloqqa san bir olinga ketib, albatta olinga chiq. Kapan nima bo'lyapti? Ishim bo'lgan yo'q, просто san atrofingga bitta qaray. Kapan nimaga atrofimga qarashing kerak? Qishloqqa qimirlaverma, men seni tekshirib chiqishim kerak. Kapan nimani tekshirmoqchisan? Janob, tez qimirlamang-da. Bo'ldi, men просто bilmoqchiman, men tekshirmoqchi. Endi to'xtab tur. Va u janob politsiyachi, ko'ryapsizmi? Siz ham ko'ryapsizmi? Mana bu kiyimi yirtilgan ekan. Nimani aytyapsizlar? Ko'rdim. Ha, demak, bu o'g'ri ekan, to'g'rimi? Bo'lishi mumkin emas. Men o'g'ri emasman. Siz nima to'qmatchimisiz? Sen axir mana isbot guvoh turibdi-ku, qanday qilib sen o'zingni o'g'ri emasman deyishing mumkin? Qani tez uyiga boraylikchi, uyini tekshirib ko'rishimiz kerak. Uyimni nimaga tekshirmoqchisizlar? Mayli tekshirishinglar mumkin, lekin men o'g'ri emasman, bilsanglar agar. Chunki men halol odamman, halol qishloqman. Hamma halol qishloq, tushunyapsizmi? Xo'p, mayli tekshirib ko'ramiz. Obunachilar juda ham voqea qizg'in tus olmoqda. Juda g'alati. Mayli, bo'lmasa qani. Xo'sh, qayerda edi? Ha, mana bu yerda bo'lish kerak. Mana bu yerda uyi va obunachilar mun qaranglar. Mana bu yerda ikkita kitob javoni va 3-kitob javoning yo'q, to'g'rimi? Endi bilasanmi, u короче, uni borki, nima desam bo'ladi? Uni yoqib yubordim, qanday tushunding? Nima uchun yoqasan? Nima sabab bordir? Endi zerikkanimdan yoqdim, qanday tushunding? Yoqib yubordim-da.
Xo'p, mayli, buni yoqib yubording deylik. Lekin sen o'g'risan, tan olaver lekin. bo'lishi mumkin emas. Qanday qilib bo'lishi mumkin? Qani isbotlaring bor? Isbot turibdiki, mana bu kiyiming bilan mana bu ana yerda va mana bu yerda sani isbotlaring turibdi. Ana yer, mana bu yerdami? Xo'p, sen tan ol, bo'ldi. Bu yerda isbotlar bor. Baribir ham sen shu o'g'risan. Bilasizlarmi nima? Endi uzr so'rayman, hamma o'g'ri edim. Chunki man nima desam bo'ladi? Pul kerak edi mana bu uyga yashashdan toza jonimga tegib ketgandi. Kapot, uzr, kechir lekin. Ko'rdingmi, mana sen o'g'risan. Sani shuncha paytgacha qara, mana bu mani qo'shnimni oq qishloqini biz gumonlabmiz. Bilasizlarmi nima? Endi boshqa bunaqa izlar qoldirmayman. Xo'sh, yana birorta isbot bo'lish kerak desam, mana bu yerda mana bu zumradlar nima ekan? Mana bu zumradlar nima? Ana endi ham o'g'ri emasman deysanmi? Mana bu isbotlaring yana ko'p. Bo'ldi, tan oldim-ku, bo'ldi endi bari kechiringlar. Bu yerda kechirish bo'lmaydi. Ana endi javob berasiz. Tushundingizmi? Bo'ldi janoblar, bo'ldi, jahl qilmanglar. Bo'ldi, mana bu yerdagi barcha narsalarni ko'rdim. Obunachlarni ko'rishingiz mumkin. Bu siyohrang qishloqi o'g'ri ekan. Bizlarga aytmasdan yashirib yuribdi. Shuncha bizani zumradlarimizni o'g'irlaganini ko'rdinglarmi? Juda ham yomon. Bunaqa ish juda yomon. O'g'irlik eng yomon narsa, obunachilar. Uzr, boshqa takrorlamaydi, meni kechiringlar. Bu yerda kechirish yo'q endi. Xatoni qilib o'ldingiz. Uzr lekin. Xo'p, mana bu yerda isbot guvohlar bor, dalillar bor. Janob, siz barchasini rasmiylashtirishingiz mumkin. Bo'ldi, Kompot, senga juda ham katta rahmat, juda ham katta yordam berding. Xo'p, mayli. Mana obunachilar ko'rishingiz mumkin. Juda ham yomon ish bo'ldi. Ya'ni endi bilmadim. Endi odam o'zini qilgan qilmishiga yarasha javobini oladi. Tamom, qaranglar, mana bu yerda o'g'irlik qilgan. Nima uchun o'g'irlik qilgan o'zim ham hayronman. Qishloqilar Biz aybdor emas, bizlar qamashadimi? yo'q, kimligini topinglar-chi, kim o'g'ri? Siyohrang qishloqi o'g'ri. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Axir biz buni do'st deb o'ylagandik. Qanday qilib bunaqa bo'lishi mumkin? Endi bilmadim, qishloqilar, mana shu o'g'ri ekanda. Biz ishongandik bunga. Voy, buni deb hozir biz qamalib ketishimizga oz qoldi, bilasanmi? Kapot. Ha, bilaman. Lekin mayli, hozir barcha narsa ortda qoldi. Ana endi unutishinglar mumkin. Bu qishloqni ana endi nima desam bo'ladi, qamoqxonaga olib ketishdi. Rostdanmi? Ha, qamoqxonaga olib ketishdi. Ha, lekin mana bu isbotlar to'g'ri kelib qolganini qara, lekin sandig'imga yaxshi qo'ygan ekanim. Ularni boshqa narsaga yasab yubormagan ekanim. Ha, bu sani omading va qishloqqa sana notebookingni ishlatganing va yana ichida bunaqa ham plan-malanni yozmaganing sani ham omading, chunki sen o'g'ri emas-ku sen. Xo'sh, mayli, sizga katta rahmat. Mayli. Xo'sh, obunachilar ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda biz o'g'ri, haqiqiy o'g'ri kim ekanligini bilib oldik va topdik. Nima ham derdim? Mayli obunachilar, bugun sizlar bilan yana Kompotik bo'ldi obunachilar. Kelasi video rolikgacha obunachilar ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. O'zinglarni asranglar obunachilar.